Turkiyadan jinsi ko'ylaklarimizni olib kelganmiz. Qizlar hozir 6 xil variant ko'rsataman, qaysi biri yoqqanini kommentariyada yozib qoldirasizlar. Yoqqanini kelib ko'rib kiyib ketsanglar bo'ladi. Birinchi variantim oldida hech narsasi yo'q, skromniy variantda. Bittadan cho'ntaklari bor, qo'llari rezinkali. Ikkinchi variantimni ko'rsataman. Oldi oxirgacha zamok, bellari rezinkali. Bu kichkina qizlarimizga вообще chiroyli turadi. Ikkinchi variantimizda oldilarida vishivkalari bor. Sal svobodniy ketgan. Ayniqsa homilador ayol qizlarimizga вообще zo'r turadi. Belida belvolari ham bor, oldilarida vishivkalari bor. Qizlar qaranglar. Endi buni qo'lida mana bunaqa gulli vishivkalari bor. Yashil sharflar bilan o'rasanglar вообще chiroyli turadi. Bellari rezinkali, qo'llari kichkina fonarikli qilib ishlangan. Yana variantim bor qizlar. Mana buni qaranglar, qanaqa shirin turadi. Ayniqsa kichkina qizchalarimizga вообще chiroyli. Молодежный ham bo'lib turadi. Qizlar, xohlasanglar mana bu Larapiana varianti bor, uzun, primoy fasonda. Rubashka ko'ylak desam ham bo'ladi qizlar. Oxirgi variantimni bitta ko'rsatay sizlarga. Qaranglar, mana shunisi ham o'zimga rosa yoqdi. Вообще chiroyli. Bitta